Mana SY toifasi amaliy imtihon olish tartibini hozir sizlarga tushuntirib beramiz. Mana domlamiz ko'rsatib beradilar hozir. Bakoylaringizni o'zingizga sozlab olasiz. O'tirganingizda keyinroq shu tent ko'radigan bo'lishi kerak. Tent ko'rinadigan bo'lishi kerak o'zingizga. Orqa presep ko'rinadigan bo'lishi kerak. Narigi tomoni ham xuddi shunaqa mana. Ko'rinadigan bo'lib, sozlab olishingiz kerak bo'ladi. Birinchi navbatda. Xo'p, yondiramiz. Yaxshi. Chapga pavorotni yoqib boshlaymiz, a? Mana birinchi chapga pavorotni yoqib boshlaysizlar. Mana shu start yozuvida imtihon boshlanadi. Startdan kirgandan keyin pavorotniga o'chirib olamiz. Bir xilda presepni ushlashimiz kerak. Bir xilda. Presepni bir xilda o'ynab yormasdan ushlashimiz kerak. Sekin yurasizlar. O'ynab yormasdan sekin yurasizlar. O'shanda u yoq bu yoqqa qo'zg'ab ketib, qochib ketib qolmaydi. Sekin yursanglar bemalol to'g'rilab olsa bo'ladi. Mana sariq chiziq. Yaxshi ketyapti bu tomoni. Endi bu tomonni sekin ko'rsatamiz. Mana bu tomoni. Imkon qadar shu sariq chiziqni yaqinlashtirib qo'ymaysizlar sariq chiziqqa. Shu bitta g'ildiragi boshi 20 ball. Bitta presepimizda 4 ta g'ildiragi bo'ladigan bo'lsa, shu 4 ta g'ildiragi shu bir tomonda 2 ta bo'ladigan bo'lsa, 2 ta g'ildirak bosib o'tsa 20 balldan 40 ball minus bo'ladi. Endi uni to'g'rilash uchun yana oldiga olsanglar, yana 20 balldan 40 ball minus bo'ladi. 80 ball o'sha o'zida minus bo'ladi. Mana bir xilda olsanglar ketaveradi. Rolga asosiysi e'tibor bergan bo'lsanglar, mana aqa-baqa buraverilmayapti. Eng asosiysi ko'p olib qochmaysizlar. Chapga qaraysiz, o'ngga qaraysiz. Chapga qaraysiz, o'ngga qaraysiz. Presep qochgan tarafga qarab buraverasiz. Presep sal o'ng tomonga qochyaptimi? O'ng tomonga rol burasa, o'ngga qochaveradi. Chap tomonga burasa, chap tomonga qochaveradi. Mana bir xilda ketyapti. Mana shu belgilangan oq chizig'imiz bor. Shu oq chizig'i presepni orqa g'ildiragi bosish kerak. Presepni orqa g'ildiragi bosganda 8 sekund to'xtab turasizlar. 8 sekund to'xtab turasizlar.
Keyin mashq bajarildi deyiladi. Mashq bajarilgandan keyin demak o'ng tarafga olaverasizlar. Mana oldini o'ng tarafga olib, mana bu orqa parkovkaga olib kirishimiz kerak. Shu garajga. Presepni. Mana e'tibor bering. Mana birinchi o'ng tarafdagi palasaga yaqinlashib turib olib keladilar. Mana garajni mana burchagiga to'g'ri bo'lganda polni buriladi. Mana o'ng polni chap tomonga buriladi. O'ng tomondagi burchagiga to'g'ri bo'lganda. Mana e'tibor bering. Mana shuni bitta qaychi qilib turib, bitta polni oxiriga kelayotganda mana chiziqqa. Shuni chapga burib olasizlar. O'shanda presep garaj tomonga o'zi to'g'ri bo'ladi. Endi mana garaj tomonga qiyg'oq qilib olindi. Rolni qaytarib oldilar. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'ngga burilgandi rol. Mana rolni qaytarib oldilar. Sal o'ngga qaratib olinadi. Sekin kiraverasizlar. Xo'p. E'tibor bering. Birinchi kirayotgan tomonga qarab, mana yaqinlashtirib, o'ng tomonni yaqinlashtirib kiraverasizlar. 1 metr masofa saqlab, o'shanda chap tomoni to'g'ri bo'lib ketaveradi. Agar qaychi bo'lsa, yana ham ko'proq o'ngga burasizlar. Qochsa, siraz yana chapga qaytarasizlar. Mana e'tibor beringlar. Mana orqasida boradi salonga, yana o'ngga burib olganda to'g'ri bo'ladi. Presep. Shu to'g'ri bo'lgandan keyin rolni qaytarib olasizlar, to'xtab, erinmasdan rolni qaytarib olib, endi bitta chap tomonga ham qarab olinadi mana. Tentga ikki tomon tekis bo'ldi. Shoshilmay olib kiraverasizlar. Agar to'g'ri kelmasa, oldi orqa qilib olish mumkin. Mana. Presep. Har qancha oldi orqa qilib olsangiz bo'ladi. Bittada olib kirishingiz shart emas. Endi bu yerda ham belgilangan chizig'i bor, oq chiziq. Oq chizig'i bosganimizdan keyin 8 gacha sanab olamiz. 8 gacha sanab, mashq bajarildi degandan keyin chiqasizlar. Mashq bajarildi degandan keyin chiqasizlar. Mana bir 8 gacha sanab, xotirjam bo'lsangiz bo'laveradi. Endi yana ozgina sekin chiqasizlarda, oldini sekin olib chiqib, oldiroqqa chiqamizda, keyin rolni sekin o'ngga burashni boshlaymiz. Presepni mana orqasiga. Mana presepni orqa tomoni e'tibor beringlar. Mana shu chizig'i chiqayotganda bosmaslik kerak. Uning uchun oldiroqqa mana chap tomonroqqa chiqish mumkin bemalol. Mana bemalol chiqadi. Keyin rolni to'g'rilab olib kelaverasizlar. Mana hozir mana shu holatda ketyapti. Rol sal chap tarafga buralganda presep to'g'ri bo'ladi. Yana rolni to'g'rilab olaverasizlar. Mana e'tibor qilinglar rolga. Ozgina to'xtab, sekin mana rol to'g'ri bo'lgandan keyin oldiga qarab yuraverasizlar. o'n 16 minut vaqt beradi mashq bajarishga. 16 minut ichida bajarasangiz bo'ldi. Shoshilmasdan bemalol bajarsangiz bo'laveradi. O'ngga pavorotni yoqib olasiz. Mana finishga kelganda nimaga
mashq bajarildi hisob bo'lishi kerak. Mashq bajarildi hisob bo'lishi kerak. Mana mashqimiz 10 daqiqada bemalol bajarib uspet qilindi. Faqat shoshilmaslik kerak. Shoshilmasangni bemalol bajarilaveradi.